Paridio chash yuyish va asrash malhami an'anaviy o'simlik dorilarini retsep qilib, zamonaviy ezish usuli bilan biotexnika birlashtirib ishlangan. Paridio chash yuyish va asrash malhamiga zanjivil donchisi, nengmang, ko'k sig'i, amino kislotasi qatorliq oziqlik moddalar qo'shilgan bo'lib, chashni pokizlab, chash tushishining oldini olib, chash o'stiradi. Bosh terisidagi mayni kontrol qilib, chashni yumron, siliq va poqiroq qiladi. Tabiatning sovg'isi Paridio. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi, erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qarmoqda. Eltoj söylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj söylab javhiri. Dağlık markalık mahsulotlarni itibar bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda ig'lik qilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan Sodumal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemek-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan itibarga erishmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. Itibar bahad mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hazır organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liqqa erishish fursatingiz bor. Urumchi Tianshan rayonining Oltin Soda Chamberki, Şinjan Nashiyoning Udildagi Soda saroy va o'ltiraq uy birlashgan, ichi-tishi marmar tosh bilan oliy bezalgan va ilg'or boshqarish sistemasiga ega Meshin Sari, Urumchidagi nuqtliq maktab, Qaynoq bozor rayoni, doktorxona va go'zal bog'chalar orasiga joylashgan bo'lib, qatnash metro nihoyat qulay. Egizligi 3 metr 10 sm bo'lgan 46 dan 141 kvadratgacha uy va do'konlar setib olishingizga va mablag' silishingizga arziydi. Birinchi oyning birinchi kunidan birinchi ayning 20 kunigacha uy setib olganlarga alohida sovg'atlarmi bor. Meshin Sari, Jungo qizili, ishonch va orzuning, yoshlikning, qizg'inlikning, baxt omadning, xushallikning, romantik hissiyotning, boy-boy yashatlikning simvoli. Paridio lavsurqi sizga yangicha tuyg'u ilib kelgusi. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi, erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qarmoqda. Eltoj söylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj söylab javhiri. Jungo qizili, ishonch va orzuning, yoshlikning, qizg'inlikning, baxt omadning, xushallikning, romantik hissiyotning, boy-boy yashatlikning simvoli. Paridio lavsurqi sizga yangicha tuyg'u ilib kelgusi. Hürmetli ko'rmanlar, men sizlarning sirdosh do'stinglar Adila abla. Şinjan Paridio Soda cheklik shirkati xos nomini olgan Estodiyaga kim keldi programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasi yangidan yo'lga qo'ygan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmada cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytiladi. Siz Şinjan Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor sifatini qo'shib olib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avazsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir son programmamizda mas'anlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Salom do'stlar, men ismim Erkin Ubul, men Qashqardan keldim. Men bek hayajonlanyapman. Qachon sahnaga chiqaman ha? Mana siz çok geçimiz Mehmet'in Studiyaga kim keldi programımız yetib keldi. Xeyr marhamat. Evet, yaxshi ustozlar, akalar, yaxshi misollarda. Yaxshi qaling.
Mehmet Tursun degandikilla ko'p tomoshabinlarimizning ko'z oldiga sho'xchanliq tetik sakrab turib naqsh aytadigan siz kelasiz-ku. Sizning bo'pmi shu la 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 lay lay la 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 lay lay degan o'sha naqshni 300 milliondan ortiq çekiliş bo'lgan. Anındaki 600 mingdan ortiq odam mush naqshingiz bilan o'zini va yoki boshqa narsalarni sinida elib, mushningki melodiyasiga moslashtirib, mushunda tarqatgan deb angladim. Bu do'yingni shundaqla ochimiz siz chiqsiz. Hatto sizning ko'p chiqqanligingizdan hamma odam buning o'zining inkosini bildirish uchun quloqni ostini siz turgan, putukini ostini siz turgan, benshani ostini siz turgan. Bu shundaq bir holatda bu naqshni tasvirladi. Bir naqshning moda bo'lishi o'sha naqshchi uchun nihoyat zo'r xo'shallanarlik ish. Albatta hamma naqshlar moda bo'lsa deb o'ylaydi-ku. Siz o'sha naqshingizni o'zingizning mo'shunchalar moda bo'ladi deb o'ylaganmi? Ben rastga qilsam, ben o'ylab bakmagan çok. Endi moda bo'ladi deb endi ko'zimiz yetib, eng yangiliklarni, ijodiyatlarni ko'zimiz yetib ishonch bilan chiqaramiz. Ammo majatda bu naqshamga kelgan chaqda bunchalik darajada ta'sir qo'zg'aydi, moda bo'ladi deb o'ylamaganda. O'ylamagan darajada xushalik bo'ldi, xuddi o'zimning to'y bo'layotgandek. Hatta o'zim yolg'iz bir kishilik kechilik qilayotgandek, shunchalik hayajonda, shunchalik xush oldum. Haqiqatan siz uchun biz xush bo'ldik. Hatta bu naqshingizga biz shu Şinjan radio televiziya stansiyasida ovoz berayotgan uydimi bir necha xizmatdoshlar hay iliq naqshni bizli qoldiqmi nima do'ying tatgan bir tatib tayilish deb tatsam meninkidimi ish do'yingda chekilish soni 1.800.000 dak bo'pti ekan. Siz mushu naqshini ijod qilgandan keyin buni siz mushundaq to'rda e'lon qilgandan keyin to'rda hammaylar sizdan buni do'rab o'rganib anandan keyin buni bir moda qilayotgandan keyin sizning yana mushu to'rda bevosita tarqatishlarga chiqishingizga zo'r turtkilik roli bo'ldi-ku deyman. To'g'ri. Men burunma har xil taratqularni, har xil salonlarga kirib ko'rdim, o'ynaydim yo'q lekin mush naqshi moda bo'lgandan keyin o'zim mushu taratqularning to'g'ri yaqinlarningki nihoyat kuchli rol o'ynaydiganlar tashviqot bo'lsin, naqsh muzika jihati bo'lsin, eng chong rol o'ynaydiganligini bilgan. Haqiqatan to'rning kuchi zo'r. O'zim har xil taratqularda naq maydonda bevosita uchrashishni o'ylab, naqshlarni o'rinlab, talablarni o'rinlab, savollarga javob berib degandek, o'zim anandikini to'xtab tashviqotga texnik kuchim kerak ekan. Unisiga har xil taratqularda o'zimni davomli ko'rsatib turishim kerak ekan degandek huquqim bilan o'zim har xil taratqularda naq maydonda bevosita uchrashishni o'ylab, naqshlarni o'rinlab, talablarni o'rinlab, savollarga javob berib degandek ishlarni men bir ikki qitim shu undidarimizga chiqarib qo'yib ekansiz bugun bevosita tarqitishim bor deb mushifkanning tarqitishini bir ko'raychi deb bir ikki qitim ancha buncha to'p-to'liq ko'ramasam chiqib ko'rgan bo'ldim. Sizning savol so'raydiganlar nihoyat jiq ekan. Meningcha mushimi tomoshabinlarning sizni nihoyat yoqtirgani deb o'ylayman. Bizmi bizning programmamizda sizni yoqtiradigan mush tomoshabinlarning diqqatiga sizning naqshingiz bilan tang sizdan qandaq bir so'raydiganlari va sizning qaysi taraflaringizga qiziqadi degan nuqtalarni chiqarganda to'g'ri e'lon qilganimizda biz bilan aloqalashganlar ko'p bo'ldi. Bizning xat sanduqlarimizga sizdan har turli savollarni so'rab xat yozdi, o'ziningki sizning naqshlaringizda aytgan videolarini taqatdi. Endi biz buning ichidan mastanlarni tanlab chiqdik. Yana biriga buning ichidan sizdan savol so'raydigan ba'zi bir tomoshabinlarimizni tanlab chiqdik. Ansirmayotgansiz nima so'radi deb? Yo'q, lekin qalay xiyol kirdi. Tomoshabinlarimiz yoqtirgan o'ziningki cho'lponlardan hargiz ansirgidek savol so'ramaydi. Eng qiziqqan nuqtalarni so'raydi deb o'ylayman. Qani, ekranga marhamat. Siz qanchingisini tanladingiz? Birinchi savolga. Men birinchi numarni tanlayman. 奶奶体头尔逊，你好，你好，我是你的粉丝平雪莲。谢谢你的关注。再次我想问一下，你第一次演唱的歌曲是什么名字？ Mana faqat tas savol so'ramabdi. Mening o'ylaganimdek bir taz murakkab savollarni so'rab, sizni biza qiynab qo'ysak bo'ladi desak, oson savol ekan. Bu birinchi qaytam nima naqsh aytganda edi. Birinchi bo'lib aytgan naqsham o'ynayli do'stlar degan naqsham. G'olibjon akamiz o'rinlagan. Undan keyin men shu kichik vaqtimda tunji o'rinlagan naqsham meniki shu. 2003-yili G'arb Bala nomli plastinkasini chiqardim. Chiqargan vaqtimda 13 yosh vaqtim. 13 yosh vaqtida kepilak deb balla naqsh aytib o'ynayli do'stlar. Do'stlar deganni aytdingizmi? Mehmet Tursun, mana shu kichigimizda mana yaxshi. Shu vaqtida demak ashday ishlaydiganlar sizning qobiliyatingizni bilib,
Muşu balning muşu plastinkasini chiqarsak, cho'qim bak naiti bak yaxshi setiladi deb qilgan bo'lishi mumkin-da. To'g'rimi? Sizning shuningga hozirgacha tirishchanligingiz uzilmagachga, mana san'at sahnasida davomli chaqnayapsiz. Studiyaga kim keldi programmasining xos nomini olgan Paridio savdo shakli shirkatiga alohida rahmat aytamiz. İkinci sualga kelaylik. İkinci sual siz qaysi numarni tanlaysiz? 4-numarni tanlay. Mehmet Hüseyincan, yaxshimisiz? Men Mavlonjon. Siz yana bizga qanday yangi ijodiy naqshlaringizni sunishga tayyorlik qilyapsiz? Ijodiyat hamda tirishib qilyapman. Boshqa akalarimizning, ustozlarimizning ijodiyatlarini aytyapman, o'rlatyapman, lekin ijodiyatchiq ustozlarimizda bo'lsin, menda bo'lsin, nurg'un ijodiyatlar tirishib qilyapmiz, lekin shu aldirashchilikda sirtqa chiqish o'yin ishlari, bu ishlar bilan bo'lib, hozir degandek vaqtni ajratib bo'lolmayapmiz. Aldirashchilikni bana qilmoqchi. Yo'q, aldirashchilikni bana qilgan shu ijodiyatlarni ro'yobga chiqarishga tirishmasak bo'lmaydi. Bu kasbga o'zimizni atagan ekanmiz. O't ishtiyoq bilan boshdan oxiri izchillik bo'lmasa, boshqa ep chiqila olmaydi. Bu mag'rurlanib ketsak taqa bo'lmaydi ekan. Shuningga kecha kunduz quvvatimiz yo'q, lekin eng yaxshi sifat bilan, eng yaxshi yangilik deb o'ylaganimizni o'zimizga yaragandan ortiqroqni chiqarmasak, xalqimizning bek yaxshi ko'rib ketishiga toza ishonch qilolmay qolamiz. Shuningga pishirib mukammal holatda anadan chiqarsak degach, shu sal vaqt keyin ta'tilib qoladi. Xuddi sizning naqshlaringizmi jil-jillab qilib turib, oxirida ayrana degan bir ijodiy tozlaman qilgan. Gülşahını qayrıgan bulbul uçup ketsin yiraqa. Gülşahını qayrıgan bulbul uçup ketsin yiraqa. Yüreğini tutup bak, çığılgan sen bu çakka. Yüreğini tutup bak, çığılgan sen bu çakka. Hayrana, hayrana, oylarımdan hayrana. Hayrana, hayrana, ben bu sende beyrana. Rahmat. Shunda mukammal qilish uchun bir yil vaqt ketgan, lekin oxirida siz o'qib, siz xalqimizga sunganligingiz uchun xalqimizga shunday yoqtirishi, yuqori baholar bo'ldi. O'zim shunday xush bo'ldim. Shunga bir ijodiyatni qilish uchun vaqt ketar ekan-ku. To'g'ri. Bir kechadilam esaq, bir kechadilam chiqib qolar ekan. Ravrus pishib birga bag'anda aningdan sahnaga chiqib Ravrus esamkan deb har qanday naqshchi o'ziningki ishlarining va yoki aytgan naqshlarining mukammal bo'lishini o'ylaydi. Masalan, boshqa sohalardakmi mukammal bir ishni qilsamkan degandek, bizmi bir naqshini Ravrus pishirib mukammal bo'lganda aningdan sahnaga chiqsam deymiz, o'chalib pishirib chiqsak, uya biyamanda bo'lib qolsa, yaxshi olmaydi, tomoshabinlarimizga to'g'ri yuz kelmay qolamiz degan qarash. Bu o'ylaganingizmi to'g'ri? Endi sizdan yana so'raydigan 3-savolga bir nazar tashlab boqaylikmi? 3-ga siz qaysini tanlaysiz? 3-savolga 6-numarni tanlayman. Men Toshkentdagi tojik do'stlarga yolqin sizlarga yolqin salom, oliy ehtirom. Mehmet Tursun Qurbon, yaxshi o'tamsiz. Rahmat. Bugun ekran orqali sizdan ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Naqshlaringizni to'liq yoqtirib anglayman. Siz aytgan naqshlaringizning melodiyasi to'liq chiroyli, ovozingiz ham o'zgacha. Biz avgustlarda to'liq jo'shqin kayfiyatlar boshlaydi. Shunday savollarni so'ragim kelyapti. Siz mushu hozirgacha bir afsonaga ishlaringiz bormi? Ajab obdan so'radi bu savolni. Endi nima deb javob berakim qani? Xeyli, yomon emas. Qiynalmaydiganlikdan degandek turdi-ku bu tomoshabin, ha? Haqiqatan yaxshi savol so'rabdi. Qilganimizga ko'p rahmat. Mening afsuslanishim 2013-yili Şinjan televiziya stansiyasiniki meni tashviq qilish bilan, meni qo'llashi bilan Markaziy televiziya stansiyasiniki Osonlik millatlar naq maydon naqsh etish musobaqasiga qatnashdim. Şinjan televiziya stansiyaning shu sahnasida halqaliq tanlash yapıldı. Yerda 10 mayırdan çekirdik. Anamızın Merkezi Televizyon Stansiyasida halqaliq musobaqani o'tkazdik. 3 kuchlik mayırdan içiga tanlandim. Şunun bilan men hayajon ömrümde bo'lib bakmagan, bir cho'ng bir burilish bo'ldi. Ammo bir afsuslanadigan ishim shu sahnalarda maydonda yiqilib tushgansiz? Yo'q. Maydonda turgan hozir men qanday ifodalashni bilmadim. Uni men qanday desam Pəstədlik tomoshabinlar bor, oldimizda 4 ustoz bor. 4 ustozning mendan savol so'rash to'g'ri kelib qoldi. Savol so'rash to'g'ri kelgan bosqichida men bir o'zim
Jungo fuqarosi bo'lish sifatim bilan davlat o'rtaq tilida men shularga bir tegishlik savoliga javob berolmay yuzim tuva bo'lib qoldida. Ham xijil bo'ldim, beshimni ko'tarolmay qoldimda. Shuning bilan afsuslanib qoldim. Ömrümdə ən pushaymonim shu bo'ldi. Pushaymon qiladigan ishim o'rganmaganim. Shundan keyin to'xtab deb sahnadan tushib, o'zim yana bir tarafdan qo'sh olgan bo'lsam, yana bir tarafdan natijada xush bo'ldingiz. Ammo yurakdagi ifodalanmay, agar biroz afsus holatda bo'lib qolgandan keyin shuning bilan pushaymon qildim, afsuslandim. Shundan keyin davlat o'rtaq tilini biz o'rganadigan, tirishadigan bo'ldim. Hozir yaxshi kun o'tadi. Shima? 是呀。那么你现在的国家通用语言水平怎么样？可以。哇，那么给大家唱一首歌。可以。哇。你又是家人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。你又是家人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，带着你的伴娘，说那马车来。Demek endi siz bugunga qaysi naqshlarni olib keldingiz naq maydonga? Birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan naqsham 2013-yili Markaziy televiziya stansiyasida o'rinlagan naqsham Shahnazar degan naqsha. Ikkinchi naqsham muhabbat naqshi bo'lib Lavlarda o't degan naqsha. Vah, o naqshingiz aytilganda bo'ldi, butun yoshlarimiz qarabli o'tiribdi. Yoshlarimiz emas, bizga muhabbat kerak. Qarang. Uchinchi naqsham Jondan Aziz. Bu naqsha o'zimning ijodiyati. Muhabbatlik naqsha. Rohatlik bag'ishlaydigan, sen menga Jondan Aziz deydigan. Tekstlarim nihoyat yaxshi. Jondan Aziz degan o'zimniki ma'vo programmaga bo'lgan, xalqimizga bo'lgan bir yangilik deb o'ylayman, chunki buni taqib boqmadim. Bu yangi naqsh ekanda, ajab yaxshi. Bu naqshni bugun olgan bo'ldim. To'rtinchi naqsham Abay degandek o'zimning ijodiyati Yurgin yashaysan degan naqsha. La 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 degan naqsha. Oxiri shu yuragim yashaysan temizki naqshini Muhammad Tursun bilan birga aytadigan bo'ldim. Bir naqshchi uchun naq maydonda haqiqiy o'zini namoyon qilib tirik musiqalar bilan naq maydonda o'zining yaxshi ko'rgan kuylarini yaratish bak huzurli ish bu. Bugun sizga shunday huzurli sahna tayyorladik. Qani sahnaga mana bo'ldi. Yaxshimisiz do'stlar? Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Jafo chekadigan bo'ldinglar. Ha, qiynamsan Muhammad Tursun. Hozir mana naq maydonni boshlash oldi turib yetibdimiz. Sizning ham sahnadagi barliq muzikantlarimizning texnik jo'shqin kayfiyatda bu programmamizni ko'kka yetkazishini umid qilaman. Marhamat. Rahmat. Muzikant bo'llar, hamsan sizlarning hamkorliginglar bilan programmamiz texnik yaxshi bo'lsa, shunaqa yaxshi kayfiyatda bir boshlab ketgan bo'lsa, 3 2 1 Shut
Mehmet Tursun, aferin. Şunçilik canlandırıp ettiniz ki, barlıq muzikantlarımızga hem sizge köp rahmet. Japat attыңlar. Bu nakşını oruluşumdaki birinci sebep şu programını alayda kollagan, bu programını yolga koygan Şinjan Radyo Televiziya Stansıga alayda rahmetimni bildiriş bilen muş programıga qatnaşıp atmaya şoňlaşqa hayajanlyk ilkimni minnetdarlygymny bildirişim üçin rahmetimni bildiriş üçin birinci olap muş nakşını tanladım. Çünki muş nakşa mendiki yürekdeki utum hem yürekimdeki hayatımdaki bir buruluş bulap kaldı. Şoňlaşqa birincini şunu tanladım. Minnetdarlyk nakşy desek bolar ekende buna. Rahmet. Ondaqda ikinci nakşyga davamlıq merhamet çuqunna ayt. Ot nakşydan birini aytdyk. Qani. 3, 2, 1. Kim keldi programımızın has namını ağan Paradiyo Soda Çeklik şirketiga alayda rahmetimizni bildiramiz. Lavlarda ot şüret çaklar mı bir tigiş kalsa lavlarda ot şüret çaklar mı bir tigiş kalsa ot gitar mı o Jaki cahanga davada bir seyşip kalsa ot gitar mı ot Cemi cahanga davada bir seyşip kalsa Cahanda o kessim o hiç yapamaz o Süyüz var bu cahanda o kessim o hiç yapamaz o Gelgin cana tartmay gelgin Süyülse muhabbet hiç yapamaz ko Kelgin canan tatmay kelgin Süyülse muhabbet hiç yapamaz ko Oh 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 Wow 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 Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Lavlarda ot, şüret çaklar mı bir tigiş kalsa Lavlarda o şüret çaklar mı bir tigiş kalsa Ot gitar mı ot Cemi cahanga Navada bir tigişip kalsa Ot gitar mı ot Jaki cahanga Navada bir seyşip kalsa Navada bir
Suyuşup kalsan muhabbatlik misralar bu. Nima degan go'zal chelingan bu naqsha. Ha, Mehmet Tursun. Endilikda Mastanalar arzusini amalga oshirish bosqichiga keldik. Wow, oxir Mehmet Tursun bilan yurgim yashaysan deymiz-ki, naqshin bilan aytadigan bo'ldim ha. Cho'qim yaxshi yetishga terishaman. Ha, mana Mehmet Tursun endi necha vaqtni yaqi biz alayda tanlab bekitgan sizningki Mastanangiz Erkin Obulni alay sahnaga taklif qilamiz. Qani Erkin ukan, marhamat. Oxir sahnaga qilgan bo'ldim. Studiyaga kim keldi programmasining xos nomini olgan Paridiyo Sodichaklik shirkatiga alayda rahmat aytamiz. Yaxshimisiz-da? Yaxshimi Erkin? Yaxshimi? Ha, demak mana shu damlar yetib keldi. Erkin, sizdan bir savol so'rsam, biroz jiddiylashyapsiz, yaxshi turibsiz, ha? Jiddiylaşmadim desam yolg'on bo'lib qoldi, lekin jiddiylashyapman. Ha. Cho'qim yaxshi o'rindoshga terishaman. Jiddiylaşdan arıştı yok mu Mehmet Tursun? Endi men bilan aytgandan azroq jiddiylasha. Bak. Oy. Men leysam bo'pti ki bunda jiddiylaşib qolsam siz bilan. Mana ishqinglarning jiddiylaşmay, qo'lni qo'lga tutib, mushu naqshini nayti bir tan bir jon aytgandek utuqliq aytishinglarni umid qilaman. Marhamat. Rahmat. Bu choponni selib etib bir rohat etsam qanday balla. Undasa yaxshi aytamiz-ku, ha? Jiddiylash yo'q, gap yo'q. 3, 2, 1. Hey!
Pek güzel uğurladınlar. Şunçilik hayacanlandım, şunçilik çıraylık çıktı. Sizlerge rahmet, tamamlar köp rahmet. Bugün ben muşundaq bir ideyege keldim ki, haqiqi muvaffaqiyat hamkorlik aslida ekan. Shundaq mı? To'g'ri. Bir odamning bir ishni vujudga chiqarganidan kollektiv va yoki natchalarning birga qilgani texmi go'zal bo'ladi ekan. Bugun ishqinglar mush naqshini birga o'rinlagantinglar, Mehmet Tursunning o'zining yolg'iz o'rinlagan vaqtidagidinmi bek go'zal anglandi. Nima degan go'zal-a? To'g'ri. Shundaqmi Mehmet? Bu boshqa chiqdi-da. Yaxshi chiqdimi? Bugün mastoningiz sizning o'tkilingizdan o'tdimi? O'tdi. Yaxshimikan? Sizdami yaxshi aytamdikan, normalmikan? Endi qizg'anmayman-da, yaxshi aytar ekan. Bunday sahnada davomli chiqib turibmiz. Albatta, naqshchilar o'zaro qizg'inish emas, mushundaq mehr muhabbatga to'lsa, hammaylar birga hamkorlashib numur o'rinlasak, bu sahnamiz texmi go'zal bo'lg'isi. Shuning bilan birga mush programmamiz nomidan bizningki programmamizni qiziqayotgan barliq mastonilarga shundaq deymanki, programmamizga kelsanglar, mana mushundaq cho'lponlar bilan sahna sizlarni kutib turibdi. Naqshini yaxshi aytib o'tdinglar. Endiki navbatda sizlarga mushu Şinjan Altaj xalqaro so'tchaklik shirkatining ozg'ini sovg'isi bor ekan. Buningdan keyin ishlaringlarning davomli utuqliq bo'lishini tilab, sog'lom bo'lishinglarni tilab, mushu shirkatdan sizlarga sungan so'ylab jawharini so'q qilamiz. Qani. Rahmat. Qani oz bo'lsa-mu, ya'ni davomli bizni qo'llab-quvvatlagan barliq shirkatlarimizning ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Endiki navbat sizningki ijodiy naqshingizga keldi deyman, yangi naqshingizga. Endi men mastoningiz erkin bilan pastga tushib, huzurlanib bir o'tiraylik qani. Bu naqshingizni siz davomli bizga so'q qiling. Jiring erkin. Qani marhamat. Rahmat. 3 2 1 Sen bana candın aziz, şok olup akan tomurda, kıpkızıl kandın aziz. Kim güzellik aşıkımem, gölge amrak içimem. Var ki güller tacısıysen, lale reyhanın aziz. Kim güzellik aşıkımem, gölge amrak içimem. Var ki güller tacısıysen, bana reyhanım aziz, azizsen, azizsen. Sen bana candın aziz, azizsen, azizsen. Sen bana candın aziz, ey azizsen, azizsen. Sen bana candın aziz, azizsen, azizsen. Sen bana candın aziz. Melodiyasi pek chiroyli kelmay ijodiyatningki. Ha azaldın sayırganken barcha bulbul bağara. Çöl caziren men üçün bağı bustandın aziz. Ta azaldın sayırganken barcha bulbul bağara. Çöl caziren men üçün bağı bustandın aziz. Yaş gümül güya ki asman, armanım yıldız yapar. Bir seni köyleş ümidin, hemme armandın aziz. Yaş gümül güya ki asman, armanım yıldız yapar. Bir seni köyleş ümidin, hemme armandın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Azizsen, azizsen, sen bana candın aziz. Ey azizsen, azizsen.
Tursun, bu ijadiyetingiz bek güzel çıktı. Sizge köp rahmet. Endi sizin mandaq bir sual sorğum kelyapti. Agar sizni qaysi cümle so'zni, qaysi gapni eng yaxshi ko'rsangiz, nima deb javob berasiz? Men o'zim eng yaxshi ko'radigan, o'zimga ulgu qilgan so'zlardan baxt keladi nadan, peshonangdagi tardan degan so'zni bek yaxshi ko'raman. Mana men bek yaxshi ko'radigan so'z bu rost. Haqiqatan jafo tatmay, ter oqqizmay halovat ko'radigan, baxtli bo'ladigan ish yo'q, shundaq. Necha vaqt yoqi bizmi shu jafoni tatib, ter oqqizib, mana sizmi mushundaq programmamizga meshagacha qatnashib, nurg'un jafolar bilan bugungi halovatni ko'ryapmizda. Attisi, bugungi mush baxtli minutlarda uchrashyapmiz. Mush munosabat bilan programmamizga alayda qatan tashrif qilgan sizga, sizningki mastoningiz Erkinga, aningdan keyin barliq bizning o't yurak muzikant azimatlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Studiyaga kim keldi programmasining xos nomini olgan Paridiyo Sodichaklik shirkatiga alayda rahmat aytamiz. Bu programmaga qatnashib, nəhayət hayacanlandım, nəhayət xoş oldum. Özümdə qayta bir ümid bağlandı. Çünki məşdə yeniliklarni bolsun, məşdə yaxşı əsərlərni, yaxşı icadiyatlarni bolsun. Bunundan keyin yaxşı tirishib, yeni icadiyatlar, yeni muzikalarni, naqshlarni xalqimizga sunishga tirishimiz. Bugungi bu programma qatnashib, o'zim shunda intayin baxtli his qildim. Nima uchun desiniz? O'zim bir yaxshi ko'rgan naqsh chalpin bilan naqsh aytish fursatiga erishdim. Garchi naqsh qilib hal uzun bo'lgan bo'lsa-mu, kashi klublarda aytib, manda cho'ng sahnaga chiqishimni o'ylab boqmagan. Men bundan keyin yaxshi terishib, buningdan mujda cho'ng sahnalarda naqsh aytishga davom ettirishim. Programmamizda güzel melodiyalar üzülmeydi. Programmamızda naqshi çolpanlarının güzel hikayeleri tügümeydi. Şinjan Paridiyo Sodichaklik shirkati xos nomini olgan Studiyaga kim keldi programmamizning mushsani mishada oxirlashi oldi turibdi. Kelarki sonda studiyamizga kim keladi? Diqqatinglar, davomli Studiyaga kim keldi programmasida bo'lsin. Xayr xo'sh.